Hurmatli aka-ukalarimiz, kottejlarni ko'ryapsizlar. Bomba lokatsiyaga kelganman. 210 kvadrat 7 xonadan iborat, narxini 120 ming deganimda 118 mingga tushirib qo'ydim. Bitta ko'rasizlar, bitta baho berasizlar. Srochniy sotyaptilar. Bitta ko'rib chiqaylik shu kottejni. Kiraverishimizda bitta mashinaga joy bor. Mana buni kichkina qilib o'ylamanglar sanuzel deb. Bitta ko'rsatib berasiz. Kotyolniyni joylaganlar, tok o'ynamaslik uchun stabilizatorlar ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Uyimizda hatto domofonlargacha jihozlangan. Studiyo voy, vashi go'zal qilib qo'ydilar. Opa-singillarimizga yoqadigan joy. Komplekt qaranglar, qanday dinli, mikrovolnovka, mikropech. Birinchi etajimizdagi sanuzelimiz. Kirganimizda shundoq katta zalimiz, mebel texnika, konditsionerlar hammasi bor. Orqada kichkinagina o'ziga yarasha orqa hovlimiz ham bor ekan. Ana endi hozir sekin chiqib ketamiz ikkinchi etajga. Zinalani qaranglar. Men bilan vashi paumni o'ylab qo'ygan ekanlar. Bolajonlar o'ynaganda pastga tushib ketmaslik uchun ehtiyotini qilib qo'yganlar. Ikkinchi etajga chiqdik. Chap qo'lga burilganimizda spalnigimizda detskiy karavotlarimizgacha bor. Har bir xonamizda bitta ahamiyat berasizlar, konditsionerlarimiz bor. Bu ikkinchi etajimizning sanuzeli, ikkinchi etajimizda 3 ta xona. Bitta o'g'il bolalarning xonasi, bitta qizlarning xonasi. Bu xonamizda ham konditsioneri bor. Ana endi mansardaga chiqamiz. Chap qo'lga chiqdik. Xolaylar o'g'il bolalarga, xolaylar qiz bolalarga. Bu yerda ham konditsionerimiz bor. Tepalarda penalarni qildirib qo'ygan ekanlar. Vash ahamiyatga ega akamlar pul juda ham zaril. Gaplashishimiz bo'yicha shundoq mehnat postidan 500 metr kirasizlar, ikkinchilikda qator kottejlarning o'rtasida tarsoy, marsoy emas, uy vash zo'r ekan, menga yoqdi borku. Uyli bo'linglar, pastki nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Lokatsiyamiz Telegram kanalida, YouTube'da, TikTok'da hamma joyda bormiz. Hammalarga progat qilamiz. Xizmatimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, xizmatimizni kelishtirib qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, uyli bo'linglar.